Qurbanliq ayol. Güzelnur İdris. Ayol ko'nishi kerak. Ayol kutishi kerak. Ayol suyishi kerak. Ayol piyğanini ön chiqarmay yutishi kerak. Dasta hasratlarini qayirib qo'yib, turmushdan iborat qimarda o'tishi kerak. Yig'lama demagan ayolni hargiz. Ammo ayol ko'z yoshini pinhonda to'kishi kerak. Muskullari chiqib turgan bir ayolning ko'nglida o'ch elish niyati bo'lmasligi mumkin. Lekin o'zini qo'g'dimoq bo'lg'ini ayon. Er kabi yuklarni ko'targan ayol kuchtingur bo'lmasligi mumkin. Lekin ayolga ayollikni bermadi jahon. Kimlardir ayolni erdek bo'lsin deb qaysarlik ko'chisiga ishtirayotgan. Kimlar u ayolni shaxsiy buyumdek ruhdan ayirgan malay qilayotgan. Kimlar u ayolni aldab, majburlab, vosita qilib, o'ynatib foydalanayotgan. Kimlar u ayolni tovardek ko'rib, qorong'u bozorda damlatayotgan. Kimlar u ayolni ojiza bilib, rizqiga chang silib, sarlatayotgan. Yiqiqdek pokiza suzik bir ayol, siziqdek tüptüz ve üzük bir ayol, keklikdek mağrur ve tüzük bir ayol. O şundaq qurbanliq, nasrga tayyor. Yig'laydi bo'tlaqdek beqo'l ayol, ko'z yoshi simildab, to'kilar takrar. Barcha ayollarning 8 mart ayollar bayramini qizg'in muboraklayman. O'z vujudidagi, ruhidagi mehr muhabbatni jismiga qalqon qilib, qaysirani yashayotgan och singillarimga, sevimli qiz ayollarimizga kunida emas, kunda bayram bo'lsin. Bayramonlar muborak bo'lsin. Sevimli qizlar, sevimli onalar, sevimli och singillarim, har kuninglar bayramdek o'tkazsin.